10 milyon. 10 million. Qayerdan nechini olasiz? Yakat tutmaydi. Yo'q. Oilaviy tadbirkorlikdanmi? Yo'q, o'zim Ayog'ingizni olib o'tasizmi? ana shu. Aka. Pensiya olasizmi? Yo'q, yo'q. Nima ish qilasiz? Boshqada ishlayman. Qaysi? O'sha 30. Hozir Hozir ishlaganim yo'qda sog'liq ko'taraman. Grafikini aytdim bo'ldi, to'lovini. Vaqtida to'lashni. Abrorda o'tiradingizmi? Bo'ldi, qilib beradi. Siz-chi? Men dehqonchilik qilyapman. Qaysi mahalladasiz? Beshovda, do'stlikmi? Do'stlikdan dehqonchilikdan dehqonchilik qilasiz. Qovun, tarvuz. Qayerda egasiz qovun tarvuzni? Jizzaxga kelaman. Yaqin olib ketasizmi? Qancha maqsiz? 30 ming. 30 million. Bu pulga nima olasiz? Urug' olasizmi? Nima ko'chada olasizmi? Urug'. Biz uni monitoringni qanday qilamiz? Jizzaxda eksangiz. Uni monitoring borda. Xalq yordam hisobidan olyapsizmi? Islom akadan? Ha? Urug'ga o'tkazib beramiz pulni. Shunaqa qilyapmi? Ha, shunaqa. Qayerdan olyapsiz urug'ni? Urug'ni endi nimadan olamizda? Qovunni egasizmi? Qayerdan? Yangi yo'lda bor. U Toshkent viloyatida. Ta'minda ko'chat bo'ladi. Nima yo'q? Urug' olaman. Urug'ni olasizmi? Urug'. O'zbek avgustda sentyabr pishadi. Vaqtimiz. Harbiy egasizmi? Ha, lekin. Necha gektarda egasiz harbiy? Shu 4-5 gektar. Yaxshi bo'ladi daromad. Bo'ladi, shu. Buni aka ketib olsangiz bizda to'lovi borda aka, oyma-oy. Bu to'lovdan xavotir Foizi borda, imtiyoz zo'r bo'lganidan. Imtiyoz zo'r degan bu foizni to'lamasin degan joyi yo'q-da. Ha, yo tushunyapsizmi? Tushunyaptimi? Bunga qilib beramiz. Siz-chi? Biz pensiyaga keldik. Ha, pensiya. Opa sizniki kreditmidi? Qaysi mahalla? Siz ham opa kim tikarsam qo'shimdan